Hello YouTube do'stlar, obunachilar, sizlar bilan birgalikda men Chiko do'stlar, yaxshimisizlar, tuzingizlar, ishlaringlar bo'lyaptimi? Ularga do'stlar, obunachilar, bizani bugungi yangi videomizda Minecraft, lekin biz har xil turbo mega turnitorlarni portlatib, maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Tak, mana serverga ham kirib oldi. Mana kreativ yo'ldi do'stlar. Mana bu turnitorlarni qaranglar, bir-biridan chiroyli va juda ham qattiq portlaydi. Mana bu yerda bu yerda ham turnitorlar mana qorli. Videoning oxirida esa mana bu eng katta raketali turnitorni ham portlatib ko'ramiz. Bundan oldin endi sekin bu yerga kelsak, bu yerda nimalar bor ekan? Oddiygina uy. Ichi tosh bilan to'ldirilgan ekan bu uyda. Ichi tosh bilan to'ldirilgan ekan. Devorlar mana unda o'q otsa ham bo'lar ekan. Mana qilib o'q otadi. Mana bo'ldi. Endi bu yerni yo'q qilib tashlaymiz. Endi mana bu yerda robotga o'xshagan nima bor ekan. Buni tepasiga sakrashini. Tushimizda mana bu yerda sandiq bor ekan. Endi bu sandiqni ochib ko'raveramiz. Bog'lar menda F5 modi ishlamayapti, shuning uchun o'tirishimga qaranglar. F5 modi ishlamayapti. Men hozir shuning uchun F5 modisiz video olyapman. O'yin ovozini biroz pasaytiramiz. Endi bundan ham tushib bu bombalarni portlatib yuboraman. Bu yerdan tushamiz va ana bu yerda ham sandiq bor ekan. Mana buni qaranglar, bu yerda nezritdan kiyimlar. Mayli, kreativda bo'lsak ham kiyib olaveramiz va mana yashashga chestplate, shton va oyoq kiyimlar. Bularning hammasi bir xil tayyorlangan ekan. O'shani endi biz mana bu yerdan har xil donatorlarni olib ko'ramiz. Bundan va mana bu olovlidan, qora, kulrang va mana bu oq donatorni ham olib va mana buni ham olamiz. Keyin mana bu chiroyli ko'rinyapti. Mana bu kamalaklikni ham olib ko'ramiz. O'shani endi hozircha bularni mana bu yerga sekin taxlaymiz. Menimcha mana bu white ekan. Buni olamiz. Va mana bu bu nima like blokli ekan. Mana bularda chaqmoq bor ekan. Buni ham olamiz. Buni va mana eng oxiriga mana shuni portlatib ko'ramiz. Do'stlar, ana endi bu yerdan silliqqina biz chiqib ketamiz. Bu
Bola bu nima o'zi? Ya bu shahar-ku. Bola bu shahar-ku. Ye bayqib qo'ydi maniki. Ana bayqlarda mana birinchi bombamizni mana shu yerda portlatamiz. Ну, нормальный portladi. Endi bu yerdan tepaga maksimalniy chiqamizda va tekisroq joyga qo'yishimiz kerak. Mana bittasini mana bu yerga ham qo'ysak bo'ladi. Mana hozir biz mana shu birinchidagi bombani yoqib qo'ydik. Endi uni tashlab yuboramiz. Va endi mana bu qorlik bombani ham portlatib ko'ramiz. Va attiga bitta dona blok xolos. Menga anaqadir narsalar yerda ishlayapti, effektga o'xshagan. Endi buni yoqamiz. Ya bu nima? Moblarni spam qiladi ekan-u. Bekorga ham like emas ekan. Yillarda mana yana bitta yoqib ko'ramiz. Bularda mana ko'p qilamiz. Ana endi bitta yoqamizda. Endi suramiz. Yo mana bu qanaqangi yadir. Ya vizir spam qilgan. Bola mana qaranglar, mana tornado. Ya tornado spam qilib tashadi-yu bu. Bu yerda biz ishimiz tugadi. Endi qolgan donatlarni tepada portlatib ko'ramiz. Va bu donatlar normalniy portlagani uchunmi? Bu Minecraft qotishni boshlayapti. Ana endi buni hozircha buni mayli, buni mana portlatib tashlayveramiz. Yomadi. Ana endi aniq och. O yerni ag'dar to'ntar qilib tashlasa kerak. Yo'q, bir nechta donatlarni portlatganga o'xshadi xolos. Bunisi undan ham sal kattaroq va kuchliroq portlatsa kerak. Va portlay qol. Yaxshi, normalniy portladi. Mana bu tepada ham portlab ketdi. Endi biz bu yerdan biroz uzoqroqqa borib, mana shu yerda keyingi dinamitimizni portlatamiz. Bu donati kattalashyapti. Oddiy dinamitga o'xshab portlayapti bu dinamitlar. Yondi. Bo'ldi. Ana endi portlatsa yo'q. Bu donatda ham bo'lmadi. Shuning uchun bularni tashlab yuboramiz. Uning o'rniga mana
Mana bu yerda ham har xil TNTlar bor, dinamitlar. Mana bu yerga olib qo'yamizda, shuni qo'limizga ushlaymiz. Tepaga qani bu qora dinamit. Bu oddiy dinamitga o'xshab portlayapti xolos-ku. Sal bunday yadroviy bombalar yo'qmi? Mana bu ana o'shanga o'xshayapti. Yo'q, bu ham osmondan nima meteoritmi? Ana o'sha narsalar tushdi. Mana endi qop-qora blacknetini portlatib ko'ramiz. Hech bo'lmasa mana shunisi sal yaxshiroq portlasin demoqchi edim. Qani endi buni ham portlatamiz. Yo, bo'ldi. Do'stlar, obunachilar, bu TNTlarcha normalniy emas ekan. Shuning uchun mana bularni ham tashlab yuboramiz va mana shu uchala TNTni portlatib qo'ya qolamiz. Sal bu yoqroqqa kelib, mana buni qo'yamiz. O, elektrli ekan. Qochamiz. Juda opasniy. Haqiqatdan bu opasniy ekan. Kelarda endi hozir mana shu zombi creeperlarga bir bazm qilib beramiz. Qoch! Bo'ldi, ular o'ldi endi. Chaqmoq chaqishini. Hali ham davom etyapti. Va mana bu. Buni ham yondiramiz. Bu ham sal opasniyroq o'xshayapti. Ya, men bu TNTning xususiyatiga uncha yaxshi tushunmadimmi? Hozir uni tepaga chiqib bilaman. Gillarda mana shu yerga bitta qo'yamiz va uni yoqamiz. Bu hozir birdan 5-6 ta portladi. Bitta, ikkita, uchta. Buni oldiga ana bu dumaloq to'pchalar yana qaytib kelganda bu yana portlayverar ekan. Ilgililarda ana endi mana bu raketali TNTni bir o'zini emas. Buni ko'rinishini qaranglar, ko'rinishini. Buni ko'rinishini. Bundan bitta emas, bundan juda ham ko'p qo'yamiz. Chunki nimaligini bilmayman, shunchaki ko'p qo'yim kelyapti. Mana bu yerga ham bitta qo'yamiz. Bo'lam, mana buni qaranglar, raketali TNTlar. Bittasini yoqamiz. Qayerga ketdi? Ketdi hammasi. Yo, Minecraft'im qotdi. Minecraft qotdi. Bu juda ham ko'p edi. Ana endi biz buni yakka o'zini ko'ramiz. Yakka o'zi nima qila olishini hali beri bilmadik. Bu tepaga uchyapti.
va quladi. Yo'q, bitta o'zi ham normalniy joyni yo'qib tashlaydi ekan. Bu mana buni qaranglar, kvadratchay. Bolalar, sizlarga kattakon rahmat. YouTube tarmog'ida millionta video bo'lsa, aynan meni videoyimni ustiga bosib ko'rib turganingiz uchun kattakon rahmat. Do'stlar, obunachilar albatta bitta dona like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Like bosmasalaring ham mayli, shunchaki obuna bo'lib kommentariya yozsalaring ana o'sha yetadi. Yillarda endi mana shu joyga bitta vizor yasab qo'yish kerak-da. Hozir vizorning kallasini izlash kerak. Mana shu yerlarda bo'lsa kerak. Yoki bu yerdamidi? Yo'q. Mana bu ekan o'zini vizorning qumi. Va ana endi uni kallasini topish kerak. Kallasi ham shu yerlarda bo'lishi kerak. Bunday emas. Mana shu yerda ekan. Shuni ana endi bitta dona vizor esa videoyimizni tugatsak ham bo'laveradi. Bitta bu yoqqa, bitta bu yoqqa va bitta bu yoqqa. Xo'sh, ana endi bu yerga kallalarni qo'yamiz. Ana uni kallasi. Bitta, ikkita va oxirgisi shunda. Tak, mana vizor ham tayyor. Do'stlar, obunachilar, videomiz shulardan iborat edi. Like bosinglar, obuna bo'linglar va albatta kommentariya yozishni unutmanglar. Hammaga xayr.